Bog'ot tumanidamiz. Sizlarga invertor olgandik. SSG firmasi invertorlaridan hisobga qilib ishlatdik. Hozir soatiga ekonomika bo'lyapti. 40 kilovatga yaqin ekonom qilyapti. SSG firmasiga katta rahmat. Mana shunaqa invertorlarni olib kelib o'rnatib berishyapti. Buni mumkinligini yozib chiqqanimizdan kilovatlari bir xil hisoblab qo'ydik, boshqa qildik. Kami 450 ming so'm, 400 ming so'm pul yutdi kuniga. Kuniga kami. Endi uning ichida 600 ming so'm pul yutgan paytim ham bor. 650 ming so'm yutganlar ham bor, lekin kami 400 ming so'm kuniga pul ekonom qilib berdi. Reaktiv degan narsasi yo'q. Gap qo'shgan payti, kompressor qo'shgan paytida vibratsiya beradi. Shu vibratsiya umuman yo'q. Zo'r ishlayman. Ajoyib. Asosiy reaktivniy energiyaga foydasi bo'lyapti. Reaktivniy energiyadan bizga muammo chiqmayapti. Konsertning bankalarda masalan konsertlarni ishlatganimiz yo'q endi. Avtomatik o'chirib qo'ygan. Masalan reaktiv chiqmayapti. Ikkinchidan dvigatellarimiz kompressorda vardı klavishlarimiz normalde klavish ko'p babit yili ketyapti. Boshqa holatga o'tgandan keyin tinch holatda ishlayotgani sababli klavish ham ketmayapti. Bog'ot tumaniga bitta invertor qo'ydik. Xonyoranga qo'ygan invertorimiz ham effektini ko'rdik. Soatiga 50 kilovatdan ekonom qilyapti. Xongaron metal laboratoriyasida injener bo'lib ishlayman. Invertor sotib oldingmi? Invertordan oldin shovqin chiqarib ishlardi. Qanday qo'shilganini sezilmadi endi. O'zdan beri zo'r ekan bu.